Bugun sizlar bilan eng ko'p so'ralayotgan Enquire 90 izotermik avtomobili to'g'risida gaplashamiz. Avtomobilimizning mijozlarga eng qiziq qismi kuzov qismi hisoblanadi. Kuzovimizning uzunligi 5 metr 70 sm, eniga 2 metr 10 sm va balandligiga 2 metr 30 sm. Ushbu avtomobilimiz 28 kuba bo'lib, dokumentda 5 tonnagacha yuk ko'taradi. Bu 5 tonna emas, adashmasam. Necha tonnagacha? 6 tonnagachami? 7 tonnagacha? 8 tonnagachami? Bu savolning javobini yaxshisi shofyor akalarimizga qoldiramiz. Shofyor akalar, Enquire 90 avtomobilimizga necha tonnagacha yuk ortgansiz? Izohlarda javobini qoldiring. Avtomobilimizning nomi bekorga Enquire 90 Comfort emas. Chunki bunda yetarlicha komfortlar bor. Komfortlarimizdan magnitofon, konditsioner, isitish sovutish tizimi, yon oynalarimiz elektronik ko'tarilib tushirishi va orqa oynalar qiziydi va salonning ichidan boshqariladi. Hech qaysi modelda bo'lmagan hujjat, dokumentlar qo'yish uchun maxsus joyi ham mavjud. Mana shularning o'zi komfort deb aytishimizga yetarli. Ushbu toychog'imizning ot kuchi 155 ot kuchiga ega. Va uzatmalar qutisi 6 pog'onadan iborat. Sizda ushbu toychog'imizning narxi yoki qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.